Assalomu alaykum, men ismim Shahina, familiyam Fazliddinova, 19 yoshdaman. Bugungi kunda Acharya universitetining 1-kurs kiber xavfsizlik yo'nalishi bo'yicha tahsil olayotgan talabasiman. Acharya universitetini tanlaganligimning sababi bugungi kunda IT yo'nalishi dunyo bo'yicha eng global yo'nalishlardan biri bo'lganligi. O'qish jarayonida menga birinchi o'rinda muhit yoqadi. Bizga dars beradigan barcha o'qituvchilarimiz chet eldan kelgan mutaxassislar hisoblanadi. Haqiqiy professional ustozlar bizga dars berishadi. Darsdan tashqari bizga soat 2:30 dan 6 gacha bo'lgan bepul kurslar o'tiladi. O'rganish esa men uchun qiyin bo'lmadi, chunki aytganimdek, muhit bor bu yerda. Ustozlarimiz hamma darslarni inglizcha gaplashadi va hatto universitetimizning ichki muhiti ham ingliz tiliga moslashtirilgan. Ikkinchi semestrda esa biz Python dasturlashtirilishini o'rganyapmiz va bugungi kunda bemalol Python dasturlash tilida Acharya universitetini bitirganimdan keyin xudo xohlasa Apple yoki Microsoft kompaniyasi bilan ishlash niyatim bor, chunki bu dunyoga juda ham mashhur bo'lgan kompaniyalardan biri hisoblanadi. Apple yoki Microsoft kompaniyalaridan biri bilan ishlashni maqsad qilganman.